Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugün siz sağış kemağışı görme 1. yıl 11. ayın 19. günü hürmetlik vatandaş. Ben bugün sizlerge sözdeydiğim leksiyamda fevkalade vaziyette bataş ruhsat kılınlar hürmetlik vatandaşlar. Bunun sebebi yakından biz Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden'ning Jungo'ga qaratgan siyasetlerine belki an'anaviy holda Amerikada tuzilayotgan avvalgi 3 navbatlik yoki 4 navbatlik hukumatlar Jungo'ga qaratgan siyasetini aynan yoki o'zining ijodiyligi bilan qo'shib icra kılıvatkan Prezident Joe Biden'ın siyasetinde 7. günü, 6. günü etrafında bir cümlede nait zor özgürüş buldu vatandaşlarım. Mesela ne dedi Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan CNN bilan o'tkazgan suhbatida shunda dedi ki biz Jungo'nun ijtimoiy siyosiy tuzumini ağdırıp etişini oylamayız. Yani şundak dedi ki bizden şu qaratkan siyasetlerimizde Jungo siyasetimizde hatalık görüldü dedi. Moşunu düşendiriş için nurgun tepsilatla ve nurgun detalla bevasıta Aksaray'dan oturgu çıkmagan bolsa mı bir neçe neferi hanzu obzorçı. Yoki Hanzu obzorchi degan vaqtda Jungo Kompartiyasining halok bo'lishini chin dilidan xohlaydigan va shunday talab qiladigan bir necha nafar obzorchilar o'tirg'i chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlardan og'rin deb vatandoshim. Ya'ni Prezident Joe Biden hukumatidan og'rin deb hurmatli vatandoshim. Men o'zimning ko'z qarashida ching turadigan odam. Ben özüm bir narsani haqiqatda bildim mi, birisini to'g'ri deb tanıdım mı ve onun özümning logikalik mantiqiy yuzini şu fikir to'g'risi xulosa chiqardim mı, men özümning maydonida ching turadigan odam vatandoshim. Hozir belki Hanzu obzorchilar, men ularni Hanzu deyman, chunki Kompartiyaning halok bo'lishini kutayotgan Hanzu obzorchilar. Men ularni Hanzu deyman, kechiring vatandosh. Ular şundak ağırındı ki biz endi vatanga qaytadigan umid tugidi. Jungo Kompartiyasining halok bo'lishini kutadigan umid va kunlami tugidi. Biz endi uzul kesil tarmar bo'lganligimizni yoki mag'lub bo'lganligimizni e'tirof qilishimiz kerak deyishdi. O ishga parcha maqolani saqlab qo'ydim. Kechiring vatandosh. Men nemiş o'zimning maydonida ching turman dedim. Bunun 240 yillar 40 necha yillar avvalida Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqillik jakarlaganda mustaqillik xitob nomusida qayd qilingan prinsiplarni men sizlarga talay qatib so'zlab keldim. Mushu prinsiplardan bugun kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari voz kechdi. Yoki mushu siyasetde yani demokratik siyasetten vazgeçti deydigan mushundaq gapga mening ishongim kelmaydi hurmatli vatandoshlar. Mayli Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida sobiq sovetlar bo'lsin. Mayli Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida Jungo Xalq Cumhuriyati Respublikasi bo'lsin, kommunist yoki sotsializmchilar bo'lsin, kim demokratiyaga qarshi turadigan va demokratik siyosat, demokratik jamiyatga qarshi turadigan bo'lsa, Amerika xalqi bularni tanqid qilishdan va ularga zarba berishdan vaqti kelganda hargiz voz kechgan emas hurmatli vatandoshlar. Bu qatim Jack Sullivan efendi dedi ki bizden Jungo qaratgan siyasetimiz hata bo'ldi. Bu Prezident Joe Biden'ning nishoni emas, yani Jungo'da siyasi tuzumni, siyasi hayotni, ijtimoiy tuzumni o'zgartirish Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati emas. Biz bu to'g'rida kelar navbat Aralıqda cuma cho'qim deb va'da bermay turay. Aralıqda bu to'g'rida ayrim to'xtalamiz hurmatli vatandoshlar. Shunga bu voqea mushtarak yuz berdi. Endi men sizga tahlil qilib beray.
Azər 8-ci günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'de Cumhur Kompartiyası 19-cu növbətlik 6-cı umumi yığına başlandı. Kızıq bir işe vatandaş, dəl şu vaxtda Aksarayla Dövlət Bexətərliyi Məsləhətçi Jack Sullivan'la CNN-in muşundaq söhbət bayan qılışı sizni hayran kaldırdı, meni hayran kaldırdı vatandaş. Dəl şundaq vaxtda 6-cı, 5-ci günləri remmerə. Cumhuriyet'in partiya organ gizlilərinin hamısı maqal ilan qılıb, xəbərlə ilan qılıb, Reis Xi Jinping'in bazarını çıxadı. Onun hörmət təqdim qıldı, onun şöhrət təqdim qıldı, onun töhfə təqdim qıldı. Həmmini. Demək bir müstəbitnin, bir məmləkətin içində tanımağan xalq aldıda yoki müstəbitizmni müstəbitdə bilməyən xalq aldıda yuqarı kötürülüşü deb aytamiz bunu hörmətli vətəndaş. Muşundaq yuqarı kötürüş dağdığı kötürülüb atqan bir paytda tashqari dünyada azər rəqabət dövründə Amerika Qoşmuş Ştatları bilan Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti o'rtasida rəqabətləşib atqan muşundaq bir dövrdə Amerika Qoşmuş Ştatlarının növbətdəki prezidenti Joe Biden hükümetinin Dövlət Bexətərliyi Məsləhətçisinin o'ttirig'i chiqib, biz Cumhuriyet qaratqan siyaset naziri Xatay yo'lga qo'yib keldik. Onun ictimai tüzüm ve siyaset tüzümünü özgertişini biz nişan kılmayımız degenliğe qarab görüyoruz. Hazır bu nime? Vazgeçiş mi? Veya ki siyasetten, iradeden çekiliş mi? Veya ki yol koyuş mu? Ben başta ettim, Amerika özünün en önemli devlet kuruş siyaset en önemlisinden vazgeçmeydi. Amerika özünün en önemli siyaset kurulmasıdan yakın müstakillik hitapnaması kayıt kılıngan prensiplerden çekinmeydi. Ben bu meydanında turmen de vatandaşım. Bir yerde şunu deyim ki bilgüçü Allah. Bu işlerini bilgüçü Allah'ım ben de kim ben üzerinden kat'i meydanı ifadeleyim. Ondaqda Amerika Qoşmuş Ştatları neymiş ki muşundaq sözü kıldı deyip sual koyun bana. Mesela Dövlət Bexətərliyinin məsləhətçisi, Dövlət Bexətərliyi Məsləhətçisi Jack Sullivan CNN-in neymiş ki muşundaq gep kıldı. Muşundaq beytimin sözü neymiş ki ağızdan çıkardı deseniz, hörmətli vətəndaş. Bu bir yol koyuyor. Siyaset sahasındaki yol koyuş deb atıldı vatandaşım. Ben şunda qatıdım. Siyaset sahasında yol koyuş. Bu yol koyuş bedeliga Reis Xi Jinping mangdıgan yolunu tüzleş. Mesela 6-cı umumi yığında kadrlar meselesini hal qilish. Daimi komitet azalarının meselesini hal qilish, öçüretki turg'uzish, kadr yangi ishlash, siyaset belgilash, 20-ci qurultayga tayyorlik qilish, vakillar yili o'tkaziladigan olimpik murosimiga tayyorlik qilish degandek katta siyosatlarga tayyorlik qilish, shunga rahbarlikni kafolatga qilish, rahbarlikni ishonchga ega qilish, rahbarlikni muqimlikqa ega qilish, qo'shib aytayki vatandoshim, shuning ishininki maslashib beradigan odam bo'lish kerak. Demek bir devlet o'rtasida raqobat, oxiri siyaset ve geopolitikalik raqobat darajasiga ko'tarilgan ekan, buning maslashib beradigan bir odam bo'lish kerak. Biz tuniga so'zildik. Merhum Prezident Reagan, merhum Vezir Thatcher Hanım, Pavlov II Rim papası, bularning hammasi Rossiyadan Gorbachevni tepib oldi. Gorbachev bu kishilarga, bu davlat rahbarlariga moslashib bergichi odam bo'ldi. Ondaqda biz Cumhuriyet'le aloqa münasibeti buluvatımız, Cumhuriyet'de hem şundaq bir kişi, moslashib beradigan bir kişi, o'ttirg'i chiqishi, biz onu parvish qilishimiz lazım degan mantaqa bormi yo'qmi? Ening mustabitizm ekanligini qo'yib turing. Onun demokratizm o'ttirg'i chiqqan biz bir demokratik davlat quramiz deb o'z og'zi bilan aytgan Reis Xi Jinping o gaplarning yolg'on rostligini bir yoqda qo'yib turing. Lekin men boshdan oxir so'zlab kelyapman vatandoshim. Qudratli kuchning oldidagi besimga
Agar bu besim tabiatdan, Allohdan birlikda kelayotgan bo'lsa, qudratli besimga taqobil turish va bu besimdan xotirjam o'tib ketish hech qanday davlatning, har qanday bandadan qoladan kelmaydi efendiler. Bulamda efendiler, qoladan kelmaydi efendiler. Rossiyaga 3,5 milyon askeri qism bilan davlat mashinasiga urush mashinasi bilan tajovuz qilib kirgan Gitler 1945-yil yer osti bomba panoh uyda o'zini o'ltirib olganda Rossiya, Fransiya, qudratli Amerika, Angliya 4 davlat harbiy qo'shinlarining oldida char yo'q. Char yo'q. Lekin onun teslim buluşqa g'ururi yo'l qo'ydimi, qo'ymadimi buni bilmayman. Biroq u o'zini o'ltirib oldi vatandoshim. Bu nima xalqaro besim? U nima harbiy besim? Buguncha junguning oldiga yana qanday besim keldi? Boshqani qo'ying. 3 qatim aeroplan, harbiy aeroplan Tayvanga tushdi. Bu nazariya emas vatandoshim. Bu tashviqot emas, bu targ'ibot emas, amaliyot vatandoshim. 3 dona harbiy aeroplan Tayvanga tushdi. 27-kuni prezident Sayyan nima dedi? Amerikaning armiyasi Tayvanda, Tayvan armiyasi tarbiyalayotdi. Çünkü bu gaplar chiqib qoldi o'tirga. Hamma narsa yalang'och bo'lib qoldi. Bu besim. Hech kim bu so'g'i yana bu ikkinchi bir bosog'i aeroplan yoki zambirak yoki parxod avatgani yo'q. Faqat mush Tayvandan alqandak Tayvandan kelayotgan mush besimning o'zi jungu uchun yetarlik besim vatandosh. İqtisod to'g'risidagi ishlarni keyin qoldiraylik. Hozir nazariy emas yoki vaziyat to'g'ri so'zimiz eshib ketdi. Endi leksiyaning o'zini boshlaymiz vatandoshlar.